Bugun men juda muhim savolni aniq qilib tushuntirib beraman. Qo'shimcha to'lovni kim haqiqatda oladi? Kim kutishi mumkin? Kim esa afsuski bu toifaga kirmaydi? Bu mavzu faqat pensionerlarga yoki nafaqa oluvchilarga tegishli deb o'ylamang. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo-buvi nogironligi bo'lgan yaqin inson, boquvchisini yo'qotgan oila yoki kam daromadli fuqaro bor. Men bugun sizga murakkab qonuniy tilda emas, oddiy odam tushunadigan tilda aytib beraman. Qo'shimcha to'lov nima? Uni kim aniq oladi? Qaysi holatda rad javobi kelishi mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak va hujjatlarni qanday tayyorlash lozim? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato qilinadigan joylar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamning pulini, vaqtini va asabini asrab qoladi. Avvallari ko'pchilik qo'shimcha to'lov deganda bitta narsani tushunardi. Pensiyaga ozgina ustama qo'shiladi, tamom. Lekin amalda masala bundan ancha keng. Qo'shimcha to'lov turli sabablar bilan berilishi mumkin. Pensiya miqdori belgilangan minimal darajadan past bo'lsa, nogironlik holati bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa tayinlangan bo'lsa, ayrim faxriy yoki imtiyozli toifaga kirsa, yolg'iz yashasa, parvarishga muhtoj bo'lsa yoki davlat tomonidan alohida qo'llab-quvvatlanadigan guruhga mansub bo'lsa, oldin odamlar ko'pincha buni faqat kimdir tanishi orqali oldi, mahalladan aytishdi. Pension jamg'armasiga borib ko'ramiz degan darajada bilardi. Hozir esa tizim ancha tartiblashgan. Daromad, pensiya turi, ijtimoiy maqom, mehnatiyati, yashash holati, oilaviy sharoit, boshqa nafaqalar bor yo'qligi tekshiriladi. Ya'ni qo'shimcha to'lov shunchaki yoshga qarab avtomatik beriladigan pul emas. U muayyan shartlarga bog'liq. Eng asosiy o'zgarish shundaki, hozir men pensionerman, demak menga qo'shimcha to'lov bo'lishi kerak degan yondashuv to'g'ri emas. To'g'ri savol boshqacha bo'lishi kerak. Mening umumiy oylik daromadim, pensiyam yoki nafaqam davlat belgilagan minimal mezonlardan pastmi yoki yo'qmi? Men asosiy toifaga kiramanmi? Men ishlayapmanmi yoki ishlamayapmanmi? Menda qo'shimcha imtiyoz beradigan hujjat bormi? Mana shu savollar javobi yakuniy natijani belgilaydi. Men tajribamdan kelib chiqib aytaman. Qo'shimcha to'lov bo'yicha eng asosiy toifa bu daromadi past bo'lgan pensiya yoki nafaqa oluvchilardir. Ayniqsa ishlamaydigan pensionerlar, minimal pensiya yoki minimal nafaqa atrofida pul olayotganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar eng ko'p e'tibor qaratiladigan guruh hisoblanadi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Onaxon yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi aytaylik 220 ming so'm. U ishlamaydi. Boshqa rasmiy daromadi yo'q. Agar amaldagi tartib bo'yicha uning toifasi qo'shimcha to'lovga mos kelsa va umumiy daromadi belgilangan minimal ijtimoiy mezondan past deb topilsa, unga qo'shimcha to'lov tayinlanishi mumkin. Bu yerda muhim nuqta, faqat pensiya miqdori emas, boshqa daromadlar ham ko'riladi. Agar u rasmiy ishda ishlayotgan bo'lsa yoki boshqa doimiy to'lov olayotgan bo'lsa, natija boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Erkak kishi ikki guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning sog'lig'i sababli ishlash imkoniyati cheklangan. Pensiyasi 900 ming so'm atrofida. U yolg'iz yashaydi. Kommunal xarajatlari bor, dori-darmon xarajatlari yuqori. Bunday vaziyatda faqat pensiya bor deb qarab bo'lmaydi. Nogironlik toifasi, tibbiy hujjatlar, parvarishga ehtiyoj, boshqa yordam turlari ham hisobga olinadi. Agar qonunchilikdagi shartlar bajarilsa, u qo'shimcha to'lov yoki boshqa ijtimoiy yordam olish uchun asosiy da'vogarlardan biri bo'ladi. Uchinchi misol. Boquvchisini yo'qotgan oila bor. Oilada ona va 2 nafar voyaga yetmagan farzand qolgan. Ularga boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov tayinlangan, lekin umumiy daromad, oziq-ovqat, maktab xarajatlari, kiyim-kechak va uy-joy xarajatlariga yetmayapti. Bunday oilalarda har bir bola oiladagi jami daromad. Onaning ishlashi yoki ishlamasligi, aliment, boshqa nafaqa va yordamlar hisobga olinadi. Qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy yordam aynan shunday holatlarda eng ko'p ahamiyat kasb etadi. 4-misol. Pensioner o'ta ishlashda davom etyapti. U pensiya ham oladi, oylik ham oladi. Uning pensiyasi uncha katta emas. Masalan, 200 ming so'm, lekin rasmiy ish haqidan yana 2 million so'm daromadi bor. Bunday odam mening pensiyam kam, menga qo'shimcha to'lov bering desa, har doim ham ijobiy javob olmaydi. Chunki tizim odatda umumiy daromadga qaraydi. Agar qo'shimcha to'lov aynan kam ta'minlangan yoki ishlamaydigan toifa uchun mo'ljallangan bo'lsa, ishlayotgan pensioner bu shartga mos kelmasligi mumkin.
Beshinchi misol. Bir ayol pensiya yoshiga yetgan, lekin mehnat staji yetarli emas. U to'liq yoshga doir pensiya emas, balki ijtimoiy nafaqa yoki kam miqdordagi to'lov olishi mumkin. Bunday holatda ham qo'shimcha yordam masalasi ko'riladi. Lekin bu avtomatik degani emas. U yashash joyidagi mas'ul tashkilotga murojaat qiladi, shaxsini tasdiqlovchi hujjat, daromad haqida ma'lumot, oilaviy tarkib, nafaqa tayinlangani haqidagi hujjatlarni taqdim etadi. Shundan keyin uning holati baholanadi. Kim birinchi navbatda tekshirtirish kerak? Men shunday deyman, agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsa, lekin bu pul eng zarur xarajatlarga yetmayotgan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Ayniqsa pensiya miqdori past bo'lsa, odam ishlamasa, yolg'iz yashasa, nogironligi bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan farzandlar bo'lsa, rasmiy daromad bo'lmasa, mahalla tomonidan kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan bo'lsa, qo'shimcha to'lov masalasini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar odamning pensiyasi yuqori bo'lsa, qo'shimcha ravishda rasmiy ish haqi bo'lsa, biznesdan daromad olsa, ijaradan muntazam pul tushsa, boshqa katta ijtimoiy to'lovlar olsa, u qo'shimcha to'lovning aynan kam daromadlilar uchun mo'ljallangan turiga kirmasligi mumkin. Lekin baribir men umuman murojaat qilmang demayman. Chunki ayrim qo'shimcha to'lovlar daromadga emas, maqomga bog'liq bo'ladi. Masalan, nogironlik guruhi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, alohida xizmatlari bor shaxslar, parvarishga muhtojlik kabi holatlar alohida tartibda ko'riladi. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar qo'shnisining holatini o'ziga solishtiradi. Qo'shnim oldi, men ham olishim kerak yoki amakimga bermadi. Demak, menga ham bermay deb o'ylaydi. Aslida har bir ish alohida ko'riladi. Ikki pensioner bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin birining staji ko'p, pensiyasi yuqori, rasmiy daromadi bor. Ikkinchisi yolg'iz yashaydi. Pensiyasi past, nogironligi bor. Natija mutlaqo boshqacha chiqadi. Endi eng muhim joyga keldik. Qo'shimcha to'lov masalasida ko'pchilik tushunmaydigan nozik jihatlar bor. Birinchisi rasmiy daromad masalasi. Agar sizning nomingizda rasmiy ish haqi, tadbirkorlik daromadi, ijara daromadi yoki boshqa to'lovlar mavjud bo'lsa, bu qo'shimcha to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim odamlar men ishga faqat yarim stavkaga kirganman, bu hisoblanmasa kerak deb o'ylaydi. Yo'q, rasmiy daromad bo'lsa, u odatda hisobga olinadi. Ikkinchi nozik jihat bir vaqtning o'zida bir nechta to'lov olish masalasi. Masalan, odam nogironlik bo'yicha to'lov oladi, yana parvarish puli, yana mahalla orqali moddiy yordam so'raydi. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Ba'zi to'lovlar bir-biriga to'sqinlik qilmaydi, ba'zilari esa bir-birini kamaytirishi yoki rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaysi biri menga foydaliroq, qaysi biri qonuniy, qaysi biri birga beriladi degan savolni albatta mutaxassisga berish kerak. Uchinchi jihat, ro'yxatdan o'tgan yashash joyi. Ko'p hollarda murojaat yashash joyi bo'yicha qilinadi. Agar odam bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa shaharda yashasa, hujjat topshirishda chalkashlik chiqishi mumkin. Masalan, pensioner farzandnikida yashayapti, lekin propiskasi boshqa viloyatda. Bunday holatda qaysi tashkilotga murojaat qilish, ma'lumotlar qayerdan olinishi, oilaviy tarkib qanday ko'rsatilishi muhim. To'rtinchi jihat, hujjatdagi xatolar. Pasport yoki ID kartadagi ism sharif, pensiya hujjatidagi ma'lumot, bank plastik kartasi, nogironlik ma'lumotnomasi. STIR yoki boshqa identifikatsiya ma'lumotlari bir-biriga mos kelmasa, to'lov kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Ba'zan odam haqiqatan ham haqli bo'ladi. Lekin tizimdagi bitta noto'g'ri sana yoki familiyadagi bitta harf sababli jarayon cho'zilib ketadi. 5-jihat, muddat. Ayrim qo'shimcha to'lovlar murojaat qilingan kundan boshlab tayinlanadi. Ayrimlari huquq paydo bo'lgan kundan boshlab qayta hisoblanishi mumkin. Bu juda muhim. Agar siz huquqingiz borligini bilmay bir yil yurib, keyin murojaat qilsangiz, hamma vaqt uchun pulni qaytarib olaman deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. Shu sababli men doim aytaman, kutmang, tekshirtiring, yozma javob oling. 6-jihat, og'zaki aytishdi degan muammo. Sizga idorada sizga to'g'ri kelmaydi deb og'zaki aytishlari mumkin. Lekin og'zaki gap bilan masala yopilmaydi. Agar siz o'zingizni haqli deb hisoblasangiz, yozma arza bering va yozma javob so'rang. Yozma javobda rad etish sababi ko'rsatilishi kerak. Shunda siz xatoni ko'rasiz. Daromad oshib ketganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Toifa mos emasmi yoki ma'lumotlar bazasida muammo bormi? Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning toifangizni aniqlang. Siz yoshga doir pensionermisiz?
nogironlik pensiyasi olasizmi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov bormi? İjtimoiy nafaqa olasizmi? Yolg'iz yashaysizmi? Parvarishga muhtojmisiz? Kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatdamisiz? Shu savollarga javob yozib chiqing. Ikkinchi qadam, daromadlarni hisoblang. Faqat pensiyani emas, barcha rasmiy tushumlarni ko'ring. Pensiya qancha? Ish haqi bormi? Ijara puli bormi? Tadbirkorlikdan daromad bormi? Boshqa ijtimoiy to'lovlar bormi? Farzandlar nomidan olinadigan nafaqa bormi? Chunki ko'p holatda qo'shimcha to'lovni aniqlashda umumiy moliyaviy holat ko'riladi. Uchinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya yoki nafaqa tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank kartasi yoki hisob raqami, nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, oilaviy tarkib haqida ma'lumot, daromad haqida ma'lumot, zarur bo'lsa mahalla xulosasi. 4-qadam, tegishli joyga murojaat qiling. Pensiya va pensiyaga bog'liq qo'shimcha to'lovlar bo'yicha odatda pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilinadi. Ijtimoiy yordam, kam ta'minlanganlik, oilaviy sharoitga bog'liq yordamlar bo'yicha mahalla. Ijtimoiy xizmatlar markazi yoki vakolatli davlat organlari orqali murojaat qilinadi. Elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham tekshirish mumkin. Lekin hujjatlarda murakkablik bo'lsa, men shaxsan borib maslahat olishni tavsiya qilaman. 5-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada shunchaki menga yordam bering deb yozmang. Aniq yozing, menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa miqdori. Oilaviy va daromad holatimdan kelib chiqib, qo'shimcha to'lov tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar siz nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, yolg'iz yashash yoki kam ta'minlanganlik asosida murojaat qilayotgan bo'lsangiz, buni alohida ko'rsating. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlarni ro'yxat qilib yozing. 6-qadam, arizangiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Bu juda muhim. Ariza topshirdingizmi? Kirim raqami oling. Elektron yuborsangiz, tasdiqnoma saqlang. Qog'oz shaklida topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va muhr qo'ydiring. Keyin bizga ariza kelmagan degan muammo bo'lmaydi. 7-qadam, javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Belgilangan muddat ichida javob bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Agar rad javobi kelsa, sababini o'qing. Masalan, daromad mezondan yuqori, hujjat yetishmaydi. Toifa mos emas, ma'lumot tasdiqlanmadi kabi sabablar bo'lishi mumkin. Agar rad sababi noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. 8-qadam. Har yili yoki holat o'zgarganda qayta tekshirtiring. Chunki pensiya miqdori, minimal mezonlar, nafaqa tartiblari, oilaviy tarkib, daromad holati o'zgarishi mumkin. Bugun sizga to'g'ri kelmagan to'lov 6 oy yoki 1 yildan keyin to'g'ri kelishi mumkin. Aksincha, bugun qo'shimcha to'lov olayotgan odam keyin ishga kirsa yoki daromadi oshsa, bu to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Birinchi xato, odamlar faqat eshitgan gapga ishonadi. Mahalladagilar aytdi, menga chiqmas ekan yoki pension fondiga borgan qo'shnimga berishmabdi deb yuraveradi. Har bir insonning holati boshqacha. Siz albatta o'z nomingizdan tekshirtirishingiz kerak. Ikkinchi xato, hujjatlarni yarimta topshirish. Masalan, nogironlik hujjati bor, lekin daromad ma'lumoti yo'q. Yoki bolalarning guvohnomasi bor, lekin boquvchi bilan qarindoshlik tasdiqlanmagan. Hujjat yetishmasa jarayon cho'ziladi. 3-xato, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlarni yangilamaslik. Kartaning muddati tugagan, hisob raqami yopilgan, familiya o'zgargan, lekin hujjatlar yangilanmagan. Natijada to'lov tayinlansa ham pul tushmay qolishi mumkin. 4-xato, qonuniy bo'lmagan yo'l izlash. Kimdir pul ber, to'lov chiqarib beraman deyishi mumkin. Men bunday holatlardan juda ehtiyot bo'lishni aytaman. Qo'shimcha to'lov qonuniy asosda tayinlanadi. Sizning haqingiz bo'lsa, pora yoki tanish kerak emas. Haqingiz bo'lmasa, noqonuniy yo'l bilan olingan pul keyin qaytarilishi, hatto javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. 5-xato, o'zgarishlarni yashirish. Masalan, odam qo'shimcha to'lov olayotgan bo'ladi. Keyin ishga kiradi yoki daromad manbai paydo bo'ladi, lekin xabar bermaydi. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'langan summa aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun daromad va oilaviy holat o'zgarsa, mas'ul organga xabar berish kerak. Demak, qo'shimcha to'lovni aniq oladigan asosiy toifa bu avvalo daromadi past, ijtimoiy himoyaga muhtoj, pensiya yoki nafaqa miqdori belgilangan mezonlardan past bo'lgan.
ishlamaydigan yoki imkoniyati cheklangan fuqarolardir. Lekin har bir holatda yakuniy qaror hujjatlar daromad, maqom va amaldagi tartib asosida chiqariladi. Mening sizga eng muhim maslahatim, taxmin qilmang, tekshiring. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Hujjatlaringizni to'liq tayyorlang. Daromadlaringizni yashirmang. Rad javobi bo'lsa sababini talab qiling. Shunda siz o'zingiz yoki yaqinlaringiz haqli bo'lgan qo'shimcha to'lovni vaqtida olish imkoniyatini oshirasiz. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizga qo'shimcha to'lov tayinlandimi yoki rad javob berildimi? Sababi nima bo'ldi? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning oylik daromadiga real yordam berishi mumkin.